Quyida Python dasturlash tili yozilgan dastur kodi berilibdi. Demak, Pythonda yozilgan dastur kodi berilgan bizga. Bu yerda mana fn funksiya berilgan. A o'zgaruvchining qiymati qanday bo'lganda dastur natijasi 18 ga teng bo'ladi debdi. Biz nima qilamiz? Mana A o'zgaruvchi mana bu yerda. A o'zgaruvchiga mana qiymat kiritishimiz kerak va funksiya qandaydir bizga natijani chiqarib beradi. Chiqarib bergandan keyin mana bu yana A ni o'rniga, shu f A ni o'rniga o'sha qiymatni keltirib qo'yamiz. Bizni adashtiradigan joy mana shu yerda bo'ladi. Bu yerda fn turibdi. Bu yerda fn turibdi. Nega bu yerda fa? Natija s, return s ni qaytaradi. Nega bu yerda a to'xtabdi? S ni qanaqa qilib chop etsak bo'ladi degan savollar qiynaydi-da. Qarang, bu bir funksiya. Bu biron bir vazifani bajaruvchi qism dastur hisoblanadi. Bu vazifasini bajarib bo'lib, natijani, mana natijani bizga nima qiladi? Chiqarib beradi. Misol uchun 20. Natijani chiqarib beradi. Mana bu yerda to'xtagan bu vaqtinchalik funksiyaning vaqtinchalik nomi hisoblanadi, fn. Esa mana bu bu tashqaridan berilgan qiymat, biz bergan qiymat hisoblanadi. Esa natija. Funksiya ishlab bo'ladi. Ishlab bo'lgandan keyin tashqariga chiqadi. Funksiya ichidan natija tashqariga chiqadi. Va printga qarayapti, f berilgan. Demak, funksiya berilgan bu yerda. Funksiya berilgan. O'sha funksiyaga boradani o'zlashtirib oladi. Agar bu yerda 20 chiqadigan bo'lsa, mana bu yerga keladigan 2 ko'paytirilgan 20 deb printda nimadir? 40 ni chiqarib javobni chiqarib ko'rsatadi. Bo'ldi. Siz adashmang, fn nimaga fa bo'lib ketdi deb. Yo'q, fn bu funksiyaning vaqtinchalik, demak, nomi. Tashqaridan berilgan qiymat o'zgaruvchi. Fa esa o'sha yuqoridagi funksiyani natijasini qabul qiluvchi hisoblanadi. Ya'ni natija s'ni qabul qiluvchi. Agar natija p bo'ladigan bo'lsa bu yerda, bu ham p bo'ladigan, shu p ni keltirib kerak, p ni qiymatini qo'yadi. Farqi yo'q. Tushuntirib bildimmi deyman. Tushunmagan bo'lsangizda yana savol berib bilib olaverasizlar. Juda bir qiziq. Bu savol bilsangiz agar o'sha informatika e, bir javoblari chiqqanida o'shanda bor ekan. O'shandagi savolni. Boshlaymiz. N o'rniga mana fn deyilgan. N o'rniga biz endi birinchi mana bu yerdagi qiymatni keltirib qo'yamiz. Ya'ni a javobini keltirib qo'yamiz. Qani keltirib qo'ysak, natija 18 ga teng bo'ladimi yo'qmi shuni ko'ramiz. Mana ni mana bu yerga mana 2025 ni qo'ydik va bu o'z-o'zidan funksiyaning ichiga kiradi, n bo'lib kiradi. N 2025 bo'lib kiradi. Mana shuni. Boshlaymiz. Mana bu yerda mana n'imiz endi 2025 ha? 2025 shartni tekshiradi. Tengmi? Teng emasmi 0 ga? 0 ga teng emas, shart bajariladi. Demak, pastga tushadi. S barobar S'imiz 0 qiymat qabul 0 qo'shilgan. Demak, demak 2025 ni mana 2025 ni bo'lsin 10 ga. 0 plus 5 bo'ladi. 2025 ni qoldiqli 10 ga qoldiqli bo'ladigan bo'lsa, 5 qoldiqni oladi va natija 5 ga teng bo'ladi. Mana shunday ishlaydi. Natija 5 ga teng bo'ladi. Va bu yerga yozadi. Plus 5 teng 5. Pastga tushadi. N o'zlashtirsin deyapti. Demak, 2025 ni ikkita tayoqcha bo'ladigan bo'lsa, bu butun qismini oladi. Pythonda nimada bo'ladigan bo'lsa, JavaScriptda bitta tayoqcha bo'lsa ham bo'ldi, butun qismini oladi. Pythonda ikkita tayoqcha bo'lishi kerak. Demak, bo'lsin 10 ga. Endi 10 ga bo'ladigan bo'lsa 2025 ni, buni butun qismini oladi. Butun qismi endi nima bo'ladi? 202 bo'ladi.
Return nimada? Esni qaytarsin deyapti. Return holi esni qaytarishgacha bor. Keyingi shartga o'tamiz. Hali yig'indini topmadik. Returnga tushmaydi hali. Qachonki shart tugaydi, keyin returnga tushadi. Keyingi endi enimiz 200 2 ga teng bo'ldi. Aynan tengmi nolga? Yo'q, nolga teng emas. Teng emasmi nolga? Nolga teng emas. Demak, shart bajarilyapti. Ha, nolga teng emas. Demak, s barobar 202 ni 10 ga bo'ladi. Qoldiq 2 bo'ladi. Demak, bu 7 ga teng bo'ladi. Yana n teng bo'ladi. 202 ni 10 ga bo'lib, butun qismini oladi. Butun qismi 20 ga teng bo'ladi. Keyingisiga o'tadi. 20 teng emas 0. Ha, 20 0 ga teng emas. S. Demak, 7 qo'shilgan 20 ni 10 ga bo'lib, qoldiq qismini oladigan bo'lsa 0 ga teng bo'ladi. 7 bo'ladi. N 20 ni 10 ga bo'lib butun qismini oladigan bo'lsa 2 ga teng bo'ladi. Endi 2 aynan teng emasmi 0 ga? Yo'q, 0 ga teng emas. Demak, S 7 qo'shilgan 2 ni 10 ga bo'ladi, butun qoldiq qismini oladi, 2 bo'ladi. Bu 9 bo'ladi. N teng 2 ni 10 ga bo'ladi, butun qismini oladigan bo'lsa 0 ga teng bo'ladi. 0 teng emasmi 0 ga? Yo'q. 0 0 ga teng. Teng bo'lgani uchun shart shu yerda to'xtaydi va to'xtab esni nima qiladi? 9 esni bizga chop etadi. Ya'ni funksiyamizning qiymati nechiga teng bo'ldi? 9 ga teng bo'ldi. 9 ga teng bo'ldi yetar. Bu mana s return buni qaytaradi mana bu yerga va fa ga keladi bu. Mana shu 9 fa ga keladi funksiyaning qiymati. Va bu yerga yozadi 2 ko'paytirilgan 9 barobar 18 deb. Javob mana shu bo'ladi. 18. Demak, 2025da demak kiritadigan bo'lsak 18 natijaga erishar ekanmiz.